Efirda muhim yangiliklar. Aytishlariga qaraganda, Instagram olamida o'z blogini yuritayotgan To'rayeva Xosiyat yaqin kunlarning ichida mineralning uborka ishlariga juda ham qattiq kirishib ketgani haqida ma'lumot berilmoqda. Bu voqeaga shunday oydinlik kiritishim mumkin bo'ladi. To'rayeva Xosiyat ismli shaxs hatto kechalari uxlamay ham uborka qilayotgani oydinlashtirildi. Uning o'zidan bu qilayotgan ishining sabablarini so'raganimizda esa shunday javob berdi. U Tala Lux mahsulotlarini juda ham sevib qolgani va bu mahsulotlar bilan birga tozalikni va tozalashni yanada ko'proq sevib qolganini aytib o'tdi. Uning aytishiga qaraganda, har bir uyga kerakli bo'lgan Tala Lux mahsulotlari bilan tozalash anchagina oson kechar ekan. Hech qachon tozalikni va tozalashni bu darajada sevib qolaman deb o'ylamagandim, deb aytib o'tdi suhbat davomida. Hozirgi kundagi ma'lumotlarga qaraganda esa, u shu kunlarda qaynonasi va eri tomonidan uxlatuvchi dori berib, uxlatib qo'yilayotgani aytib o'tilmoqda. 3 kun avval esa u qo'shnilari va qarindoshlariga Instagram va Telegram gruppalarida Tala Lux mahsulotlarini maqtayotgani va reklama qilayotgani ustida qo'lga olindi. Va so'nggi xabarlarga qaraganda, uydagi barcha kiyimlarni va pardalarni Tala Lux kislorodning очиститель yordamida oqartirib tozalayotgani haqida xabar oldik. U bunlarni qiynalmay osonlikcha qilayotganini aytmoqda. Buguncha bizda shunday yangiliklar. Bizni kuzatishda davom eting va obuna bo'lishni unutmang.